Vallahi yoniga qo'yaverdim. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-fevral haftani yakshanba kuni 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Jigarlar mana bu tovarlar donaga, pachkaga sotilyapti hozirgi vaqtda. Shundaymi Nodirjon aka? Bular nech pul mana shular? Bu 20 ming. 20 ming so'm. Donaga. Pachka. Ha, pachkaga ekan. Donaga nech pul donaga? Donaga 25 ming. Donaga 25 ming so'm ekan. Pachkaga 20 ming so'm ekan. Bunisi kattasi. Birashgachilar chiqmaydi ekan bunlar. 37 ming so'm pachka narxi. Donaga 40 ming so'm ekan. Qaranglar, az bitta nima qilamiz? Eng arzon oyoq kiyimni so'raymiz, pachka narxini nech pul? 17 ming so'm. Eng qimmati nech pul? Pachka narxi 17 ming so'mdan boshlanadi, 40 ming so'mgacha ekan pachka narxdagi oyoq kiyimlar. Endi donaga olmoqchi bo'lsa, rosa qimmat bo'lsa 5 ming so'm qimmat bo'ladi. Tezroq shu tovarlarning sotilib ketsin. Mana. Nodirjon aka, telefon nomeringizni ayting aka endi. 90lik 051 17 14 ga telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa oyoq kiyimlar kerak bo'lsa mana. Nech pul bu? 23 ming so'm ekan pachkaga. Donaga 25 ming. Hozirgi vaqtda bu oyoq kiyimlar Xitoy bilan salmesni bo'lyaptimi? Shunaqami? O'sha xitoyliklar, hali ko'zimda qisiq odamlar kelib o'zi shu yerda o'zbeklar xizmatini qilaylik deb shu yerda ishlab chiqaryapti ekan. Bo'laveradimi shunaqada? Telefon nomerni aytdik-a? Telefon nomeri aytildi. Bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 6 da boshlanib, kunduzi 11 gacha bo'ladi. Yarim kechasi telefon qilib yurmanglar, Xudo xayr bergunlar. Sotuvchilar ham uxlaydi, to'g'rimi? Shunaqa. Yo, bu oyoq kiyimni tushlaringda ko'rsalaring ham telefon qilib yurmanglar mana.